Tushunmadim, shpargalka ishlatyapsam, yo'qol chiqdi. Ustoz bilib qoldi, o'rtoq ketdi endi foydasi yo'q, yur. Ustoz meni bilmovdi. O'qidingmi o'zi mavzuni? To'g'risini aytsam, ustoz, kecha Shodiyor bilan PlayStation dedi. Ikkalamiz ham o'qimadik. Ikkalamizni nomimizdan ham uzr so'rayman. Ikkalangga ham 2. Ko'rdingmi, ikki to'r bo'ladi. Alo dada, Umid bilan birgalashib tur oldik. Rahmat. Ertaga hamma 50 mingdan remontga pul olib kellaring, tushundingmi? Shular haqlikka chidamayman-da, ustoz. Shodiyor sindirgan doska unaqa qimmat emas. 20 mingdan yig'sak ham yetadi. Men poli remontiga aytuvdim-ku. Doska sindirdingmi, Shodiyor? Doska sindirganingni aytmovding, jinnivoy. Sallaga ishonganim shu bo'ldimi? Bo'ldi, ustoz. O'rtoqlari maktabda orqasida chakkan sigaretlar hamma musullarni tozalab keldi, mana. Men sochini o'stirganini ko'rishayotgandim. Sigaret chekdilaringmi? Ha, o'zi bir marta chakdi o'tda. Qolgan payt polni koridorda chekamiz. Koridorda ham sigaret chekkanmisanlar? Endi ustoz xonada chakishga zapret qo'ygandan keyin qayerda chakaylik? Xonada ham chekkanmisanlar? Hamma ota-onang bilan kel, hay deyman. Dato hammamiz bitta qilib sevishimizni aytmadim, jinnivoylar. Shu hamma mashinalarimni sig'dirish uchun bir kattagina garaj yasattirdim. Qaysi pulingga? Mashinalarimni sotdim. Sardor aka. Stavkam yana o'tmabdi. Qanaqa stavka? Menda dejavu bo'pti. Dejavu? Nima u? Dejavu degani bu hozir bo'layotgan narsalar oldin ham bo'lgandek tuyuladi. Bilidorsan. Fransuzcha o'rganyapsanmi? Yo'q, misol uchun qaranglar, mana orqamda ketayotgan bolani qo'lda istagan tushib ketadi hozir. Icho tasodif bo'lib qolishi. Tasodif bo'lib qoladi. Hozir охранник ratsiyasini olib nimadir deydi hozir ratsiyasiga. Qo'y. Qatdan bilding-san? Stavka. Basablarga o'ynayapti. Tezlikda tushunishi bo'ladi. Uyimni tikaman. Tezroq et. Tezroq et. Sen hamma narsani ko'ryapsan, bilasan stavkani. 2-0. Voy 2-0 ga 500 million. Tik koeffitsient. Uyimni tikaman. Uyini. Bola hozir nimadir yomon narsa bo'ladi, bola. Nima bo'ladi? Sezonman. Bola! Sato stavka o'tibdi-yu. Bo'pti, Jalol gaplashamiz. Davay o'rtoq gaplashamiz. Ukam, nonga yordam qor. Ha, amaki mana. Qapga ketyapsan. O'qishga ketyapman, anaqada IT'da o'qiyman, amaki. IT ishni ko'raman. Men ham IT'da o'qiganman. Jaloliddin. To'xtang, siz ismim Jaloliddinligini qayerdan bilasiz? Siz ismimni bilasiz. Siz ham IT o'qiganman deysiz. Ha, men bu hamma, faqat kelajakda. To'xtang, ish qilib mashaqa bomj bo'lib qolib ketmaymanmi kelajakda? Конечно, biz вообще boyib ketamiz. Ko'rmayapsanmi? O'tmishga qaytib kelganman. Hammaga ham emas bu. Yo'q, bu yerda meni hech kim tanib qolmasligi uchun mashaqa bomjga o'xshab kiyinib olganman. Bilin, siz menga o'qishga jostki motivatsiya berdingiz, lekin bora hozir точно borib yaxshilab o'qiyman. Jaloliddin. Voy, meni ketadigan vaqtim bo'pti. Kesani bir quchoqlab qo'yib ketishimdan oldin. Keling. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi o'qigan. Mayli. Bilin, telefonimni chopib ketibdi. 35 dan o'tib qarib o'ylansang nimalar bo'ladi? Kuyov jo'ralaring ham xunuk qorin qo'ygan bo'ladi. Yo'q, mana yoshrog'i ham bor ekan. Yo'q, men adam o'rnlaridan keldim. To'yga taklifnoma. Menga qiziq o'ylangiz kelib qoldi. Yo'q, qizimni yerga beryapman. Qaynotang ham jabigan emas. Endi kuyov qizimni aytishi bo'yicha uyga kechga yotgan ekansiz. Yig'ishtiring bunaqa ishlaringizni. O'rtoq, kecha o'zing bilan birga o'tirdik-ku, qo'ysang-chi. Ichimizni qaynata deganman. Qanaqa bitta masala? Menga bitta Sezar salat. Adizini yedilar. Men buni alasmasman. Tushunarli, amakizini yedilar. Kelishingizda shikoyat olib keling. Xotin, shikoyat olib keldim senga. Kiloling? Kiloli arzon tushadi. Dunyo qarashinglar, didinglar yer bilan osmon bo'lib yotibdi. Karvon ko'rdim tuyalari o'zlab kelar. Konsertga boramizmi? Jon qizim, meni konsertda shovqinda mazam bo'lmaydi. Yurundan ko'ra sanatoriyaga boramiz. Grijali yo'qoladi, mana ketadi. Ajrasaman, nima qilib kirgan bo'lsam. Kreditlarni to'laymiz. 5-sinf bo'ldi. Qachon buni sunna to'y qilamiz? Va, urma o'zi. Zato o'rtoqlaringni boshi problemadan chiqmayotgan paytda sen xotining bilan endi shirin hayotni boshlayotgan bo'lasan. 18 yoshingda o'ylab olsang nimalar bo'ladi? Bu yoshda ximiring ham yo'ligi uchun to'yini uydagilar qilib beradi. Lekin tez qaraysan, o'rtoqlaring endi 18 yosh, sen bo'lsang soch to'kilayotgan, qorin qo'ygan kichkina mujikchasan. Yaxshi tomoni bo'lsa mahalladagi yosh katta akalarni borib mazgisini qotirasan. Ha, brat, mo'ylab o'tiribsizmi? O'ylansangiz boshqacha bo'ladi. To'y qolay. Ana 2006-yil uylangan bola-yu.
Hamma joyda seni tema qilishadi. Mana qaranglar, yangi kuyovchi kelyapti. Oy, sen yangi uylangan, doskaga chiq. Uyquga to'ymaganda. Uylanish qalay bo'larkan? Shu savolni bermagan odam qolmaydi. Bolang bor, ko'p katta bo'lasan, lekin hali ham oyingdan pul so'raysan. Oyi, kelinizni shikolat tegisi ketdi-da. Pul beraymi shunga? Yo, nonga chiqarib yuboring, sizga shikolat olaman. 1 yil o'tib bolang bo'ladi. Yana o'sha 30 yoshli okalarning oldiga borib, mazgisini qotirasan. Aka o'ylansangiz, mana bunaqa shirin bolangiz bo'ladi. Bola ham bo'lmasa kerak bu odamlar. Shloring. Zato o'rtoqlaring o'zini eplolmay yurgan paytda sen o'zingni ham, xotiningni ham, bolangni ham eplolmasdan yurasan. Shu detskiga qatdan ham dedim. Ha? Hech narsa. To'xta, o'zi sen nimamicha erta uylanib olding? Xullas, menda reja bor. Umrimni oxirigacha ishlamasdan o'tishim mumkin. Qanaqa reja? 40 yoshgacha otam boqadi. 40 dan keyin bolam katta bo'lib qoladi, bolam boqadi. To'rim Boburjon o'zim aylam. Aka, anaqa telefon tashab ketgandim. Shundoq ekrani singan tayyor bo'lib qoldimi? Mana iPhone 5 da. 50 ming bo'ladi sanda. 50 ming so'm? Voy, namuncha arzon. Faqat anaqa tekshirib ko'raman, bo'ladimi? Mashina tekshirasanmi? Qo'y, uyingga borib tekshira qol. Yo, tekshirib ko'ra qoling. Mayli, o'zingga qara-da. Aka, nima bunga Nokia zapchasini qo'yib qo'ydinglarmi? Keling aka. Bu menga olasizmi? Mashinasida kalitini qoldirib qo'yadiganlar uchun bitta layfhak ko'rsataman, ya'ni mashinangiz qulflanib qolgan bo'lsa va kaliti ichkarida qolib qolgan bo'lsa, sizga bitta skoch kerak bo'ladi va skochni oynaga yopishtirishimiz kerak bo'ladi va biz yopishtirdik va o'zimiz kuchimiz bilan ozgina sekin tortamiz. Va ko'rganingizdek layfhak o'xshadi. Agarda sizlarga shunaqa layfhaklar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga obuna bo'ling. Mazada. Sen energiya kechmasding-ku, yuragingga zarar etib qo'y. O'rtoq, qo'ysang-chi mana shu gaplarni. Yo'q, kecha statistikada o'qidim. Har bitta bankasi seni hayotingni 2 sekundga qisqartirar ekan. Har bitta bankasi. O'rtoq, mana statistikalarni qayerdan olasan? Bor ishingni qilgin, o'rtoq. Mayli, qaragin-da, aytib qo'yaman prosta. O'rtoq, yaqinda shkafligidan qoch. Er-xotinlar Instagramda. Ham bizdan jahon majburlasin, kechmayman birdan. Va ular real hayotda. Yuz bursa ham bizdan jahon majbur. Una mattina Rahmat. Umid aka, oyoq kiyimim kiydirib qo'ying. Bo'ldi, hozir kiydirib qo'yaman-da. Ana bo'ldi, endi ketdi. Qo'lim sinsa ham o'zim kiyaman oyoq kiyimimni. Yetqizganiga shukr. Menga erishganingiz uchun xursand bo'lib yig'layapsizmi? O'zimga achingan uchun yig'layapman. ciao partigiano Xudo xolasa 40 2024-yil meni yilim bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqangi ishlayman, adi, shunaqangi ishlayman. Bu uylardan ko'chib turib, qanaqadir katta qasrlarga ko'chib ketamiz ana shu yil, xudo xolasa. Xudo xolasa hammanglar. Xudo xolasa, xudo xolasa. Katta 2025-yil Sardor, men senga 5 aytardim. Qo'li yo'llarning ustidan kulma deb. O'zingni qo'ling yo'q hozir. Mana sen qarab o'tiribsan. G'ilinglar ustidan kularding, g'ili bo'lib qolibsan sen. Ha? qo'ygina o'rtoq, o'zing ham aql zaiflan, ustidan kulasan-ku. Endi masalaga o'xshab jo'stki hazil qilmayman-da. Mana menga hech narsa qilmadi-yu. Bo'pti, 5 tasha. Sen qo'ling yo'q. Ne qarab turibsan ular? Olani bitsalar so'q qoladi hozir.